Assalomu alaykum chorvachi qo'zlari. Bugun Davlatobod mahallasiga keldik. Mana bitta molga tarozi qildik. 680 kilo chiqdi kilosi. Juda katta boqmas navot ekan. Bu kishi aytayapti, o'zini sigirini balasi ekan. Sotib olib nima qilmagan ekan, dehqonchilik ekan. Sotaman deyaptilar bu kishi. Kimdir olib boqaman desa zo'r ekan mana. Tut tayog'i ham sog'lom. Bozor ko'rmagan. Bitta telefon nomerini qo'yamiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Tayloq tumani Davlatobod mahallasiga. Telefon qilsalaringiz bu kishi tushuntiradilar. Mol juda katta narsa ekan mana. Arqalardan olsin. Bitta telefon nomerini aytavering aka. 93lik 93lik 887 887 9402 9407 02. Yana bitta qaytarasiz. 93lik 93lik 887 887 9402 9402. Mana shu telefon nomeriga telefon qilsalaringiz, mana shu mol egasi. Hangisi? Ha. Gibrit ekanda, o'zini mollarini balasi ekan, lekin boqishga juda zo'r, katta narsa ekan. Arqalari bilan bir o'da. Endi sal qarong'iroq deb yana o'lda qarasalaringiz, mana molni shuncha yoniga turibman. Gavdasi juda katta. Boqishga zo'r. Sizga tarozi xizmati bor. 93lik kod bilan 308 50 87 ga telefon qilsalaringiz, mana shunday bo'lib uyga borib tortib kelamiz. Sog' bo'lasizlar.